Selam dostlar, benim ismim Feride. Hem bugün biz sizin bilen iyni arendaga alı turunda hem şu temaga beyle türlü sözler hem söz tizmeler öğreniriz. Başlayalım. İngilizce iyni arendaga alı rent dep tercüme edilir. İyni arendaga alırga ezer kişi tenant. Endi iynin hujası ise iyni arendaga bergen kişi er kişi bolsa landlord, xotin qiz bolsa landlady deb ataladi. Kelasi so'z realtor, ya'ni kelishuvni tuzigan ise arendaga uyni olirga bulishgan kishi. Ham birga siz kontrakt tuzasiz. Inglizcha u tenancy contract deb ataladi. Bu kontrakt turli shartlardan ham turli qoidalardan turadi. Shulu kontraktda ko'pmi turarga ham ko'pmi aqsha to'larga kerak ekanligi belgilanadi. Şulay ok, eğer de kelishuvni tuzirga tilisiz ekan, sizga bir oylik aqsha to'lov qaraladi. U inglizcha deposit deb ataladi. Xotirda yeyib turgan vaqtda agar da biror turli ziyon keltirsang, esa vaqtida aqsha to'lamasang, butun depozit aqshasi to'g'ri xo'jaga ketadi. Endi uyda tura boshlagach, kommunal xizmatlar ishida shotni to'larga kerak bo'ladi. Ham inglizcha kommunal xizmatlar shoti utility bills deb tarjima etiladi. Ularga suv, gaz ham elektrik ko'rsatmalari kiradi. Umuman uy furnished, ya'ni mebel bilan jihozlangan, ham unfurnished, ya'ni mebel bilan jihozlanmagan bo'larga mumkin. Agar uyda biror narsa yo'qolsa yoki tuzatirga to'g'ri kelsa, u vaqtda uyning xo'jasi, ya'ni landlord maxsus kishini chaqiradi. U ya santexnik ya elektrik bo'larga mumkin. Santexnik plumber, elektrik electrician, ham master bilan kerak bo'lsa handyman bo'ladi. Shulay foydali so'z tizmalariga ikki so'z tizmani kiritib bo'ladi. Masalan, household appliances. Ularga tuzan so'ritgich, mikrodolqinli mish, toaster ham shaynik kiradi. White goods deb zo'r jihozlarga aytiladi. Ularga sovut soba yuvatirgan mashinalar, sovutgich ham kirlar yuvatirgan mashinalar kiradi. Qaysi bir uyda haligi jihozlar tayin etilgan, qaysi birlarida yo'q. Shunga ko'ra xo'jaga haligi so'rovlarni yoki jihozlarga qo'g'ilishli so'rovlarni berishga unutmaslik kerak. Shuning bilan dars tamom do'stlar. Bu video sizin uchun foydali bo'lgandir deb ishonaman. Birga bo'ling, birdan bo'ling. Kelasi uchrashuvlarga qadar